Yurish mening fikrimni ma'lum darajada ilhomlantiradi, ko'tarinkilik beradi. Tinch bo'lsam-da, men aytarli fikrlay olmayman. Mening tanam harakatda bo'lishi kerak. Shundagina aqlim ham harakatlana boshlaydi, degan edi Jean-Roch Rousseau. Darhaqiqat inson harakat orqali shakllanadi, takomillashib boradi. Shu boisdan ham insonning salomatligi avvalo uning doimiy harakatda bo'lishi bilan bog'langan. Bugungi shiddatli zamonda jismoniy faollik bilan shug'ullanish yanada muhim ahamiyatga ega. Ma'lumki, aprel oyi respublikamiz miqyosida salomatlik oyligi deb e'lon qilingan. Shu munosabat bilan Qarshi shahar hokimligi Qarshi shahar tibbiyot birlashmasi bilan hamkorlikda shahrimizdagi geolog stadionida salomatlik marafoni o'tkazildi. Marafonda Qarshi shahar tibbiyot birlashmasiga qarashli davolash profilaktika muassasalaridan 200 dan ortiq kishilar ishtirok etishdi. Sog'lom turmush tarzining asosiy yo'nalishlaridan biri bu jismoniy faollikdir. Afsuski, bugungi kunda aholi orasida kam harakatlilik holatlari ko'payib boryapti. Ayniqsa yoshlarimiz orasida ham mana shu kam harakatlilik holatlarining ko'payib borishi bu achinarli holdir. Kam harakatli insonlarda ortiqcha vazn, qandli diabet, gipertoniya, yurak qon tomir kasalliklari, asab tizimi kasalliklari va boshqa bir qator shunga o'xshash noinfeksion kasalliklar juda ham ko'p uchramoqda. Har doim muntazam ravishda faol harakat qilib yuradigan insonlar qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Moddalar almashinuvi yaxshilanadi. Natijada xotira yaxshilanadi. Ayniqsa mana shunday bugungidek tong saharda, erta tongda faol harakat bilan shug'ullangan kishilarda albatta kun davomida tetiklik ularni tark etmaydi. Erta tongda boshlangan marafon barchaga ko'tarinki kayfiyat va tetiklikka bag'ishladi. Marafon davomida ishtirokchilar organizmni sog'lomlashtiruvchi turli xil jismoniy mashqlarni ham bajardilar. Bu esa ularga kun davomida unumli mehnat qilishlariga yordam beradi. Sog'lig'imiz avvalambor o'zimizga kerak. Birinchi o'rinda shu tarzda sog'lom turmush tarziga rioya qilib, aholimizga ham ularga jismoniy faollik mashg'ulotlarini har doim tushuntirib, har doim shug'ullanishlarini aytamiz. Mana biz marafonga kelganmiz hamkasblarimiz bilan juda ham kuchli energiya, juda ham sog'lig'imizga motivatsiyani oldik. Xursandman. Har doim mana shunday marafonlar ko'proq bo'lishini tilakdoshiman. Bugungi marafondan juda ham pozitiv kayfiyat oldik. Mana ertalabdan mashqlar bajardik toza havoda. Buni oila a'zolarimda ham men tatbiq qilmoqchiman. Yana aholimizga, poliklinikamiz aholisiga va xonadonlarga tatbiq qilamiz. Mashqlar bajardik, ertalabdan yurdik, toza havodan nafas oldik. Bu juda ham bizga yoqdi. Faol, muntazam jismoniy harakat salomatlikni ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. Har bir inson uzoq umr ko'rishni, sog'lom va baxtli bo'lishi uchun jismoniy faollikni kundalik hayot tarziga aylantirishi lozim.